Ben Nodirov Ulug'bek, avtomagistral yo'l sohasida ishlayman. UzExMG texnikasini 2016-yili olgan ishxonamizga o'shadan beri 8 yil davomida xizmat ko'rsatib kelyapti. Ishlashlari, yurishlari yaxshi. Hozirgi kunda mana yurtimizda yo'lda sohasida chiroyli ish ko'rsatib turibdi. Hali buzilish degan narsalarni bilmadi texnika. Lekin yaxshi texnika xarid qilsanglar bo'ladi. 2016-yil olganmiz, 8 yil davomida ishlab o'tibdi. Muammo yo'q, lekin ishlashidan norma rasxodlari hammasi yaxshi, ishlash jarayoni zo'r. Endi nima desam bo'ladi? Bizda minib o'rganib qoldik, lekin boshqa texnikalarga qaraganda shuncha ekskavator minganman, lekin XMG'da boshqa ekskavatorlarga qaraganda bir boshqacha jihatlari bor-da. Ishlash jarayonida, o'rnatib ishlatishda, ortishlarda o'ziga rosa epchil texnika. Mayorlari zo'r ishlashlari, norma rasxodlari, yeyishlari, lekin motorlari ko'z tegmasin, haligacha ochmadik. Mana 8 yildan beri vaqtida moyini suvini alishtirib yuribmiz. Xarid qilsanglar bo'ladi lekin.